Xo'p, akalar, Narpay Oqtoshdan keyin akamizning Labo mashinasiga 120 lik tentimizni o'rnatib berdik. Bunga qilib bergan ishlarimiz polga bitta ahamiyat qarab turasizlar. Polni tunika qoplab berganmiz. 1-2 lik. Pollari splashnoy, uloqsiz va akamiz xohishiga ko'ra rezin tashlab beramiz. Rezini ham akalar qalini 1 sm lik ko'rishingiz mumkin. Orqa eshigiga keladigan bo'lsak, nasos silindr bilan damazlikda ochiladigan qilib berganmiz. Ikkita nasos silindr o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, undan tashqari bu tentimiz turetskiy bo'ladi, 700 grammlik akalar. Eng sifatlisi kelasizlar 4 soat 5 soat ichida ishlarni hal qilamiz. Kutib o'tirish yo'q. Xo'p, va zadniy duga. Bitta ahamiyat qarab turasizlar. Bu ham polni nerjavika nikel, sifati kafolati bor. Brizgavichalarga Labo yozuvi nikel. Ko'rishingiz mumkin. Kelasizlar 4 soat 5 soat ichida ishlar hal qilib beramiz. Tentlarda ham dokumentidan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Manzilimiz Samarqand shahrida va Paxtachi tumanida. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bundan tashqari bizda yig'ma tent, tunika qoplash, qisqasi Labo bo'yicha va boshqa yuk avtomobillari bo'yicha barcha xizmatlarimiz mavjud. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mana shu ustamiz tentlarni tikib beradi.